Adiblar xiyobonida bir necha universitetlar hamkorligida o'tkazilayotgan qadriyatlar sayli tadbirimiz boshlanish arafasida. Adiblar xiyobonida Toshkent davlat transport universiteti, Moskva xalqaro munosabatlar instituti Toshkent filiali hamda Moskva energetika instituti Toshkent filiali bilan hamkorlikda milliy qadriyatlar sayli o'tkazilmoqda. Bugungi saylda yoshlarimizni milliy kiyimlarda kelganligi, Maqsud Shayxzoda asarlari asosidagi sahna ko'rinishlari, shu bilan birgalikda she'rxonlik hamda qo'shiqlar asosida badiiy qismi